Diqqat aholiga tezkor shoshilinch xabar. O'zgidromet agentligi O'zbekiston fuqarolariga yanvar oyida kuzatiladigan 1 oylik ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. O'zbekiston hududlarida ogoh bo'ling. Yanvar oyida 22-25 daraja sovuq bo'lish ehtimoli yuqori. O'zbekiston fuqarolari tezda xabardor bo'ling. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videorolik ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Like bosgan insonni Xudoyim doim qo'llasin. Diqqat qiling, O'zgidromet yanvar oyi uchun tezkor ob-havo ma'lumotini e'lon qildi. Mutaxassislarning ma'lumotiga ko'ra, oy davomida respublika hududida havo harorati keskin o'zgarib turishi, sovuq va nisbatan iliq davrlar bir-biri bilan almashib turishi kutilmoqda. Prognozlarga ko'ra, 1-2 yanvar kunlari O'zbekiston bo'ylab asosan quruq va beqaror ob-havo saqlanib turadi. Ammo 3 yanvar kuni Kaspiy dengiz tomonlaridan nam havo massalari kirib kelishi natijasida respublika hududida yomg'ir yog'adi, ayrim joylarda esa yog'ingarchilik qorga aylanishi mumkin. Markaziy janubiy sharqiy hududlarda 4-yanvar kuni kechasi va ertalab ham yog'ingarchilik kuzatilish ehtimoli saqlanib qoladi. Keyingi kunlarda, ya'ni oyning 1-10 kunligida oxirida respublika bo'ylab yog'ingarchilik ehtimoli ancha pastlaydi. Havo harorati 1-10 kunlikda asosan kechalari 2 daraja sovuq, kunduz kunlari esa 8-13 daraja iliq bo'ladi. 2-10 kunlikda ham havo harorati yana o'zgaruvchan bo'ladi. Kechalari 1-6 daraja iliqdan 1-6 daraja sovuqqacha, kunduz kunlari esa 10-15 daraja iliqdan 2 daraja sovuqqa tebranishi kutilmoqda. Respublika shimolida esa kechalari 10-15 daraja sovuqqa aylanadi. Hududlarda katta qismida 13-15 daraja sovuq bo'lishi kuzatiladi. Oyning 3-10 kunligida esa sovuq to'lqinlari kirib kelish ehtimoli yuqorilashadi. Shu davrda kechalari 7-12 daraja sovuq, ayrim joylarda 15-17 daraja sovuq bo'ladi. Respublika shimolida esa harorat yanada pastlaydi. Kechalari 10-15 daraja, ba'zi hududlarda esa 22-25 daraja sovuqqacha tushish ehtimolidan xoli emas. Kunduz kunlari ham havo sovuq bo'ladi, 3-10 daraja sovuq atrofida saqlanishi mumkin, deyiladi xabarda.